kimdandir menga shovqin eshitilyapti. Yo'q, shovqin yo'q, yaxshi aka. Bo'ldi. Xo'p, birinchi eng katta bilim istalgan daraxt kesayotganinglarda o'sha daraxt qatida meva berishini bilishinglar kerak. Qati o'suvchi kurtek, qatida o'suvchi kurtek bo'ladi, qatida mevali kurtek bo'ladi. Va bu narsa meva turiga qarab o'zgarib ketadi. Har bitta meva turini meva beruvchi qismi aytaylik 1 yoshli shoxda bo'lishi mumkin. Novdada 2-3 yoshli shoxda bo'lishi mumkin. Ularni hammasini Xudo xolasa hozir tushunchalarini olamiz nasib bo'lsa. Xo'sh. Birinchi bo'lib olma bilan nokdan, ya'ni urug'li mevalardan boshlaymiz. Endi mana hozir prezentatsiyada ham namunalarni ko'rsataman. Sizlar o'zingizlar ham daraxtlarning oldiga borib, endi eng ko'p ekilgan o'zi va eng ko'p yetishtiriladigan meva turlariga kirsa kerak. Menimcha olma, nok, bexi daraxtlarning oldiga borib kuzatasizlar. Mana shu darsdan keyin chiqib, qatida demak o'suvchi kurtegi bor, qatida mevali kurtegi bor. Demak, qoidalarni aytishni boshlayman. Agar daftar ruchka olgan bo'lsanglar, yozsanglar bo'ladi. Olmada eng sifatli mevalar, o'zi umuman meva 1 yoshli novdaning uchida bo'ladi. Va 2 yoshdan katta bo'lgan shoxlarning yon qismida bo'ladi. 3 yosh bo'lishi mumkin, 4 yosh bo'lishi mumkin shoxingiz, ana o'sha shoxlarni, o'sha yoshdagi shoxlarning yon qismida bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda ko'rib turibsizlar, demak prezentatsiyani kattaroq qilib ochaman. Endi yaxshi bo'ldi menimcha. Mana bu yoqda qaranglar, 1 yoshli novda olmada juda dumaloq bo'lib turibdi. Aynan mana shu qismida eng zo'r, eng sifatli mevalarni olamiz. Va mana bu yoqda 2 yoshlikni yoni, bu yoqda ham gul kurtegimiz bor. Xuddi shu holat nokda 1 yoshlikning uchi. Endi sal demak oldingi yurgan holatdagi rasmi bu, ochilishidan oldin. Mana bu 2 yoshlikning yoni. Endi pastga tushamiz. Mana bu yoqda olmani 1 yoshli novdasi faqat o'suvchisi. Ya'ni demak sizlar 1 yoshli shoxlarni ajratishni bilishinglar kerak. Bu olma uchun ayniqsa muhim, nok uchun ayniqsa muhim. Bu nima degani? Daraxtga oldiga borganinglarda demak sizlar shakl berib bo'lgansizlar, tasavvur qilamiz. Shu holatda sizga kerak emas shox qaysi degan savol tug'ilsa, agar qaysi shox olaman desanglar, uchiga qaraysizlar 1 yoshlikni. Hozir 1 yoshlik bilan undan demak 1 yoshlikdan katta bo'lgan shoxlarni ajratishni ham tushuntiraman, chunki buni ham farqlashimiz juda ham muhim bo'ladi. Mana bu yoqqa e'tibor bersanglar, novdaning uchi barg bilan tugagan. Mana bu holatda ham shunaqa. Mana bu holatda ham bizda demak shunaqa. Endi solishtirma rasm olganmiz. Demak bu yoqda aynan mana shu novdaning meva bo'ladi, xudo xolasa. Mana bu novdamiz o'sishda davom etadi keyingi mahsulda. Ya'ni bu ikkala novda ham bir mahsulda o'sib chiqqan, ammo bitta novdaning uchi gul kurtegi bilan tugagan, ikkinchi novdaning uchi barg bilan tugagan va bu narsa keyingi mavsumda aynan mana shunaqa uchi barg bilan tugagan novdalar o'sishda davom etadi. Hop. Menga shovqin kelyapti, hozir kimlarligini topishimiz kerak bo'ladi. Somiddin akada yoqilib qoldi mikrofon. O'chirdim, hop davom etamiz. Hop, mana bu yoqqa e'tibor berasizlar, bu intensiv olma bog'i. Demak, mana shu daraxtda ham qaysi qismi olinadi desanglar, mana shu tikka turgan 1 yoshli novdamiz bu daraxtda ortiqcha hisoblanadi, misol uchun. Va mana bu ikkinchi rasmda, akamizning qo'lida turgan rasmda, shoxda tik o'suvchi 1 yoshli novdalar ko'p. Bu novdalar agar daraxtga shakl berib bo'lgan bo'lsangiz, shakl berish yo tugallangan bo'lsa yoki yo'lda ketayotgan bo'lsa va mana shu shoxlar, mana shu novdalar sizni shakl berish rejalaringizga kirmasa, nimaga kirmasa davomi mana bu yoqda qaranglar. Ona shoxning davomi mana bu yoqda. Asosi shu yerda turibdi-da. Yonidan o'ziga o'xshagan raqobatchi chiqib kelyapti. Bu holatda mana shu shox ortiqcha hisoblanadi va bu ham 1 yoshli novda. Mana bu demak o'sha boyagi novdamiz uchi mana shu holatda tugaydi odatda. Ammo mana bunaqa
gulkurtak bilan tugagan novdalarimiz odatda kalta bo'ladi, ingichka bo'ladi va sekin o'sgan bo'ladi. Va bunaqa novdalar odatda yotiq bo'ladi. Demak, hozir olma haqida tushuncha olamiz. Sekin-sekin boshqa mevalarga o'tamiz. Mana bu yoqda nok. Nokimizda ham olmaga o'xshash 95% holatda qoidalar deyarli o'zgarmaydi, farqlanmaydi. Demak, nokka 1 yoshli novdasini uchi mana ko'rib turibmiz, bo'rtib turibdi, dumaloq va uchida barg yo'q. Uchki qismi mana bu, agar olmaga qaytadigan bo'lsak, mana bu uchki qismida mana bargga bir belgisini ko'ryapsizlar, ya'ni o'suvchi qism va mevali qismda bu narsani kuzatmaysizlar. Mana bu nokimizda ham aynan mevali kurtek. Va ikkinchi rasmimizda bu 1 yoshdan katta bo'lgan shoxda yonida mevani bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda kurteklarimiz. Endi bu navga qarab va quyoshni qanchalik yaxshi tushishiga qarab, mana shu kurteklar ham bo'rtganroq, dumaloqroq, yiriroq bo'lishi mumkin. Hop, endi davom etamiz. Daneli mevalarda odatda mevali qismlar qatida bo'ladi. Bu yerda endi shaftolini alohida bir guruh deb olishimiz kerak. Hozir nimaga shaftolini alohida bir guruh deganimni tushunib olasizlar. Demak, gilos, o'rik, olxo'ri yana bir guruh, bodom yana bir guruh deb olishimiz mumkin. Xo'sh, bu rasmda sizlar mana gilosni, gulkurteklarni ko'rib turibsizlar. Bu ham yozib oladigan joyi, odatda gilosda meva 1 yoshli sekin o'suvchi novdani tegida bo'ladi va sifatli, eng yaxshi meva bo'ladi odatda. Mana shu ko'rib turganinglar 1 yoshli novda juda sekin o'sgan, kalta novda va pastki qismida kelasi yil uchun gulkurteklar bor. Mana bu holatda ham shu narsani kuzatishimiz mumkin. Lekin mana bu qismi, mana sal qorong'iroq tushgan qismida bu уже 2 yoshli qismi. Endi 2 yoshlini yonida mana bu holatda topasizlar sizlar gulkurteklarni. Mana bu pastdagi rasmimiz va buni qo'yib qo'yganim aynan mana shu novdamizni 1 yoshli tez o'suvchi novda. Ya'ni sizni shakl berish maqsadlaringizga, rejalaringizda mana shu novdani olib qolish bo'lsa, ya'ni siz hali shakl berib bo'lmagansiz va ona shoxlaringizni birortasi mana shu novda bo'lgudek bo'lsa, siz buni olib qolasiz. Hozir prezentatsiya davomida ona shox nima uchun kerakligi, o'zi ona shox deb qaysi shoxlar tanlanishini men yana tushuntiraman. Xo'p, yana e'tibor berasizlar, 1 yoshli novdani yonida mana bir dona kurtek turibdi. Bizda boshqa rasmlar ham bor, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. 1 yoshli tez o'suvchi novda. Mana bu hozir sizlar strelka bilan ko'rsatayotgan novdam ham 1 yoshli, o'sha yilda o'sib chiqqan. Ko'rib turganinglar, mana bu ham o'sha yilda o'sib chiqqan. Ya'ni bu ikkita shoxni yoshi bir xil. Ammo bularning o'sib chiqish vaqti va o'sish tezligi farq qiladi. Odatda 1 yoshli novda har qanaqa daraxtda yotiq chiqqanida sekin o'sadi va tik turganida kuchayib o'sib ketadi. Endi bitta masala ko'tarilishi mumkin. Bu yerda sizlar aytishingiz mumkin. Tik turgan bo'lsa, demak bu kerak emas ekan, har qanaqa holatda olamizmi desanglar, yo'q, har qanaqa holatda olinmaydi. Hozir yana boshqa slaydda chiqadi, tushunib olasizlar. Xo'p, endi mana bu shoxlarimizni o'rikni 1 yoshli novdasiga misol, men boya aytganim, o'rikda farq qiladi deganim. Tak, hozir mana qaytdik. O'rikda farq qiladi, gilosda, shaftolida farq qiladi deganim. Biz endi yana ham sodda qilsak, demak, olxo'ri, o'rik, bodomni bitta guruh qilamiz va bu yozib oladigan joyi. Yaxshilab eslab qolasizlar. Mana shu 3 ta meva turi 1 yoshli novdani yonida ham meva berishi mumkin, uchida ham berishi mumkin. Faqat sharti ana o'sha novda sekin o'sgan bo'lishi kerak yoki mavsumni qaysidir qismiga kelib sekinlab qolgan bo'lishi kerak. Nima uchun bunaqa deyapman sizlarga? Hozir mana buni amalda hozir ko'ramiz, xudo xolasa. Xo'sh, mana bu rasmimizda qaranglar, bu tez o'sgan qismi. Aslida mana bu rasm bilan mana bu rasm bitta novdani ko'rsatadi sizlarga. Bu demak, novdani qismi mavsum boshida juda katta tezlik bilan o'sgan va mavsum oxiriga kelib turib sekinlagan qismida kurteklarga agar ahamiyat berilsa, kurteklarimiz mana bu rasmdagi 3 tali, 4 tali bo'lib qolgan. Lekin tezlagan qismida kurtek bir dona bo'lib turibdi. Demak, mevali qismini sizlar o'rik, olxo'ri, bodomda shunga qarab ajratib olsanglar bo'ladi. Demak, mayda shoxlar mevali, demak, meva berishga moyilligi ko'proq bo'ladi. Deyarli hamma meva turlari. Hop, davom etamiz.
olma. Endi sal bu yoqda ko'proq rasmlar bilan yana tushuntirishga harakat qilganman. Bitta o'tib chiqdik, yana tez-tez o'tib chiqamiz. Demak, olmamizda boya gaplashganimizdek, bir yoshli sekin o'suvchi novdani uchida meva bo'ladi. Sizlar ham mana xoh xonadonda, tomorqanglarda, bog'inglarda olmanglar bo'lsa, chiqasizlar-da, kalta o'sgan, yotiq o'sgan, sekin o'sgan, ingichkaroq novdalarni uchini kuzatasizlar va odatda 70-80% holatda bu novdalarning uchi mana bunaqa bo'lib tugaydi. Ya'ni dumaloq gul bilan tugaydi. Va aynan mana shu novdani sizlar 1 yil ushlab qolsanglar, kelasi mavsumda o'sha aynan mana shu novda mana bunaqa 2 yoshli va yon qismida gul kurtagi bo'lgan novdaga aylanadi, shoxga aylanadi. Demak, bu shoxlarni ushlab qolishi ham sharti bor. Yana sekin-sekin prezentatsiyada gaplashamiz. Ya'ni biz hammasini ham ushlab qolamizmi, uchida kurtak bo'lsa desangiz, doim emas, lekin kesishni endi o'rganayotganingizda, professional bo'lmasangiz va bilimlaringizni endi oshirayotgan bosqichda bo'lsangiz, hamma mevali shoxlarni ushlab qolishni o'rganishingiz o'zi katta yutuq hisoblanadi. Nima uchun? Chunki bizlar amaliyotda eng ko'p ko'rgan xatoliklar mevali shoxlarni bilmasdan turib kesib tashlash orqasidan bo'ladi. Ko'p o'zingizlar ham kuzatishingiz mumkin, daraxtga mana shakl berdik yoki kestirib qo'ydik deyilgan daraxtlarda faqatgina yo'g'on, qalin, mevasiz shoxlar qolgan bo'ladi. Va bu narsa mana shu mevali qismlarni qayerda joylashganini bilmaslik orqasidan kelib chiqadi. Endi qaranglar, 2 va undan katta shoxli novdani yon qismida bu olma bilan nokka tegishli bo'lgan qoidalar. Endi mana bu qo'shimchani eslab qolasizlar. 1 yoshli novda yon qismida meva berishi mumkin, ya'ni faqat uchida bo'lmaydi, ammo bu mevalar odatda sifatli hisoblanmaydi. Bular kech gullaydi. Kasalliklar hali kelajakda gaplashamiz kasalliklar haqida. Kasalliklarni, demak, bakterial kuyish kasalligini bog'ingizda ko'payishiga sabab bo'ladigan gullar ham, zararli gullar ham aynan 1 yoshlining yoni hisoblanadi, chunki odatda bu gullar kech ochiladi va shu vaqtda harorat baland bo'ladi, yog'ingarchilik ko'p bo'ladi va aynan shu sharoitda bakterial kasalliklar ko'proq rivojlanadi, osonroq rivojlanadi va daraxtingiz ichiga kirib oladi. Endi mana shu yerda boyagi qoidani bitta eslataman. 1 yoshli novda tez o'sganida, tikka turganida uchki qismi o'suvchi kurtak bilan tugaydi mavsum oxirida. Gul kurtak bilan tugamaydi. Davom etamiz. O'zi bu yoqda video bo'lgan ekan, endi rasm o'zi tushunarli. Shuning uchun menimcha keyingi slaydga o'tamiz. Mana hozir sizlar ko'rgan novdalarning mavsumdagi ko'rinishi bu. Demak, 1 yoshli novdaning uchidagi gullarimiz mevaga aylangan holati. Bu yerda bitta dona kurtakning ichidan kamida 3 ta 4 ta zo'r, demak, serhosil bo'lgan navlarda 6 ta 7 ta 8 ta ham demak meva hosil bo'ladi. Hop, endi 2 yoshli novdani mavsumdagi holatini ko'rishingiz mumkin. Mana bu 2 yoshli novdamiz bo'lsa, uni yonidan demak kurtaklarimiz qo'zg'alib, mana bu holat rasmdagidagi gul demak holatiga kelyapti va keyinchalik gullarimiz mana mevaga aylandi. Mavsum davom etyapti. Biz endi kelyapmizda mevalarni serialatyapmiz va o'sha demak mevalarimiz oxiri mavsum oxirida mana shu holatga keladi. Nokimiz qoidalar o'zgarmaydi deyarli. 1 yoshlikni sekin o'suvchi 1 yoshlikni uchi, 2 va undan katta yoshli shoxi yonida meva olasida sifatli bo'ladi, xudo xolasa. Hop. Endi bu videoli slaydimiz ekan. Ozgina ko'ramiz. Davom etamiz. Demak, bu o'sha nokki kurtagiga, demak, kelajakda nima bo'ladi bu qoldirsak degan agar savol bo'lsa sizlarda, mana shunaqa holat kuzatiladi. Ya'ni kurtagingiz ochildi, bitta o'suvchi novda chiqadi uning ichidan, yonidan yoki va mana bu yoqda mevalarimiz. Hop, bu nokki 2 yoshdan katta bo'lgan shoxlarini, demak, qanday meva berishiga bir qanaqa holatda meva berishiga misol. Hop, bu mana shu rasm men bekorga qo'ymadim. Nokkimizda 1 yoshli novdani uchidagi meva. Mana bu 2 yoshlining yoni, namuna yana. Endi gilosga keldik. Boya gaplashdik, gilosda 1 yoshli sekin o'sda tegida bo'ladi.
va 1 yoshdan katta bo'lgan shoxlarimizni yonida bo'ladi. Mana shu rasmning o'zida ham mana yonidagi kurtegimiz, gul kurteg va bu yoqda 1 yoshlikni tagidagi gul kurteglar ko'rib turibsizlar. Hop, mana bu qismiga e'tibor berasizlar. 1 yoshli tez o'suvchi novdani pastki qismidagi kurteg, pastki qismida kurteg bo'lmaydi. Ya'ni novda gilosda tez o'ssa 1 yoshli, uni pastida gul kurteg qidirmaydi, odatda bo'lmaydi. Hop, endi gilosli gul kurteglariga namunalar. Bu mana 2 yoshdan katta bo'lgan shoximiz, gul kurteglarimiz mana shu holatda to'p bo'lib turadi. Va mavsum yaqinlashgan sari mana ko'rib turibsizlar, mana shu o'rtadagi kichkinasi barg, qolgan atrofdagilari gulga aylanadi. Bu endi demak mavsum davomida o'sha kurteglarimizni keyingi demak bosqichlarga o'tib borib mevaga aylanishiga namunalar. Va mana shu rasm ham juda ham qiziq rasm. Chunki mana shu novdani pastki qismi 2 yoshga mana aylandi, ko'rib turibsizlar. Ya'ni aynan shu rasm olingan mavsumda mana shu novdamizni 2 yoshga aylanayotgan bo'lgan, ya'ni yon qismida gul kurteglarni hosil qilayotgan yil bo'lgan. Mana bu qismi mana qaranglar, mana shu chegaradan tepasi 1 yoshli novda. Bu mana buni davomi. Endi buni qayerdan ajratsak bo'ladi desanglar, buni oldin ham ko'p aytganmiz. Agar odatda daniyliklarga tegishli, yaxshilab eslab qolasizlar. Bu demak gilos, o'rik, bodom, olxo'riga tegishli qoida. Agar kurtegingizni o'zidan bitta barg chiqqan bo'lsa, bu odatda o'suvchi bo'ladi. Agar 3 ta 4 ta barg chiqqan bo'lsa, bu odatda mevali kurteg bo'ladi. Mana bu holatda qaranglar, farqi. Demak, kelasi mavsum mana shu qismi yonida meva beradi gilosimiz. Mana bu qismi endi yana bir mavsum ushlab qolsangiz, keyingi mavsum mana bu narsaga aylanadi. Yana qaytaraman, bu novdalarni ushlab qolish uchun talablar bor, qoidalar bor. Qaysini ushlab qolaman, qaysini olib tashlayman degan savollarga hozir prezentatsiya davomida javob beramiz. Mana bu mana yana bir misol, demak 2 yoshlikni yonidagi meva. Xo'sh, davom etamiz. Shaftoli bu umuman boshqa olam, ya'ni mevali qismlarni ajratish masalasida. Sababi shaftoli 1 yoshli novdada yonida meva beradi har yili. Demak, sizning vazifangiz har yili shaftolida 1 yoshli novdalarni o'stirish va ishlatib bo'lgan novdalaringizni chiqarib yuborish hisoblanadi. Bu shaftolining eng katta qoidasi, oltin qoidasi. 1 yoshli novda beradi, 1 yoshli novdani ishlatib bo'ldingizmi, u novda keyingi mavsumda aynan o'zi bermaydi, yonidan chiqqanida beradi. Lekin bir narsani eslab qolasizlar. Yonidan chiqqan novda tanadan uzoqlashib ketaveradi. Sizni bu yerda qiladigan yana bir vazifangiz ana o'sha o'sib chiqqan 1 yoshli novdani ona shoxga yaqinlashtirib kesish doimiy, qochirib yubormaslik tanasidan. Shu narsani eslab qolasiz. Endi davom etamiz. Bu endi videoli slaydimiz ekan. Yana bir narsaga e'tibor berasizlar. Shaftolida mevali kurtegi mana shunaqa 3 ta kurteg ko'rinishida bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bu yoqda ham xudo xolasa eng zo'r mevalarni olamiz mana. 3 talik bo'lib turibdi kurteglarimiz. Hop, davom etamiz. Bu o'sha kurteglarimizni mavsum davomida gul holatidan mevaga aylanishi ko'rib turibsizlar. Mana 3 talik kurteg, demak, gullab mevaga aylandi. Endi bu yoqda anjir shaftolimiz, bu yoqda boshqa bir yana bir tukli navimiz. Lekin demak, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun 1 yoshli novdani demak har xil holatda ko'rsatishga harakat qildim. Hop, o'rik, olxo'ri, bodom, boya aytganimdek, mana 1 yoshli, mana bu shox novdamiz ham 1 yoshli, lekin e'tibor beringlar, 1 yoshlining yonida kurteg hosil qilyapti. Ana endi shaftolidan o'rik, olxo'ri, bodomni eng katta farqi bularda 1 yoshli novda bitta mavsumda ishdan chiqmaydi. Ya'ni o'sha 1 yoshli novdani siz olib qolib kamida 3 yil, 4 yil ishlatsangiz bo'ladi. Agarda u novdalar sizni boshqa maqsadlaringizga, boshqa o'ylagan rejalaringizga zid kelmasa. Chunki bu yerda mevalarni siylashtirish masalasi bor, daraxtning ichki qismiga yorug'lik olib kirish masalasi bor. Mana shu demak mezonlarga to'g'ri kelsa 1 yoshli novdani siz yillar davomida ushlab foydalansangiz bo'ladi. Endi farqli tomoni yana, demak 1 yoshli beryapti, o'rik, olxo'ri, bodomda ham, 2 yoshli ham beryapti yonida va ishdan chiqmayapti shaftoliga nisbatan.
Bu yoqda yana videoli slaydimiz ekan va e'tibor berasizlar, mevali kurte mana mana shunaqa to'p holatda bo'ladi. 3 tali, 4 tali bo'lib turadi. Bir dona tursa, mana aynan shu novda agar tez o'sganda, mana shu joyda bir dona kurte bo'lgan bo'ladi, 3 ta bo'lmas. Bu degani bar degani. Ana endi siz novdani ajratib olganingizdan keyin siz o'sha novdadan o'zingizning maqsadingiz yo'lida foydalanasiz. Uni ona shoxga aylantirishingiz mumkin, qoldirib mevali shoxga aylantirishingiz mumkin. Buni yana hozir slayd davomida tushunib olasizlar. Xo'p, mana bu yoqda sekin o'sgan bir yoshlikdagi namunalar. O'riydi. Menimcha bu o'riy bo'lishi kerak. O'riydan olganman. Mana bu demak, kurte holatdan do'chaga aylandi, do'chadan mevaga aylandi. Xuddi sizlar ko'rgan hozirgi rasmlardagi kurtelarimiz. Bu olxo'rimiz 2 yoshlikning yonida, demak, o'sha daneli etgan mevalarimiz meva berishini bir isboti. Bu bodomimiz, e'tibor berasizlar, bu yerda ham mana 2 yoshlikning yonida bodomlar meva beryapti. O'zi bodom ham daneli meva hisoblanadi, garchi biz uni yong'og'ini ichki qismini iste'mol qilsak ham. Ya'ni shoftoliga juda ham yaqin. Hop, endi uzumga keldik. Bu yerda yana bir narsani eslatib o'tishim kerak. Deyarli hamma mevalarni, O'zbekistonda yetishtiriladigan hamma mevalarni qamrab olishga harakat qilganmiz. Qisqa bo'lsa ham to'xtalib ketamiz, xudo xolasa. Uzum. Bu yerda endi juda katta bitta qoida